Eri tomonidan şeyga pichoqlanib o'ldirildi hovliga. Bu qiz ajratamadı, ko'p harakatlarga ajrata olmagan. Dadasi Bak koysanız. Amin ömrüsü sağ olsun aynele canı sağ olsun. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha sog' sog'lom xursandchilik yuraylik. Кто ваши спонсоры? Мы хорошие люди. Нашему президенту тоже нас немножко не забывает таких людей. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Burada top keldi qilacak. Duo koysanız. Amin ömrüsü sağ olsun aynele canı sağ olsun. Allah niyatlarınız kabul olsun. Ömürler uzak olsun. Hazinizge Allah bereke versin aynele sağ olun. Rahmat. Yani kelamiz, hop. Aha, rahmat. Hop, hop, hop. Allohning topganlaringiz barakasini bersin. Sog'-omon yuringlar, bolalaringiz huzurini ko'ring. Bizga bergan bo'lsangiz biringizga ming bersin. Berganga nafsilarga rozi bo'linglar. Hammasi. Keling. Omonlikda, xotirjamlikda, sog' salomat o'ynab kulib yuringlar. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha sog' salomat xursandchilik yuraylik. Katta rahmat. Hop, rahmat. Kelamiz, hop yana. Hop. Bolalarim bilan yashaymiz, shada ijarada yashaymiz. Ikkitami bular? 3 ta bolam bor. 3 ta bolam bor. O'zim jigar sirroz bilan kasallanganman-da. 15 yildan beri yashayman ijarada. Biz qiynalib ketdik aka. Biroz uyga boramiz, 3 ta bolam bilan boraman. Yetkazib olmayapmiz-da. Bu yana dori darmonlarman 5-6 millionlik pul. U har 3 oyda davolanmasam bo'lmaydi. Xo'jayinim borlar, xo'jayinim borlar. Topganlar yetmayapti-da. Mani dorilarim, bu yana ijara pullarim bor. 1 million ijara puli beramiz. Gaz, svetim, bularni kiyim-kechagi, bog'chaga berganman. Agar xo'p desangiz, nomeringiz bormi, telefon nomeringiz? Telefon nomeringizni qoldiramiz. Yaxshi insonlar juda ko'p aloqaga chiqishadi. Kim bo'lasiz katta bo'lsangiz? Katta bo'lsa, men 30 to'g'ri. Sizlarga Oy. Allah razı olsun sizlerden. Uğurlarınızga şükür sizler de şunay. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Sizlarga o'xshagan saxovatli insonlar ko'paysin, ishlaringizga rivoj bersin. Doim sizlarga o'xshaganlar ko'payaversin. Singlimdan 3 ta farzand qolgan. Shularni o'zim vasiyligiga olib qarab o'tirman hozir. Singlim shu yil avgust oyiga eri tomonidan şeyga pichoqlanib o'ldirildi hovliga. Xuddi mana shu yerda bo'lgan hovliga. Mana shu avgust oyidan beri mana shu yerda 3 ta bolasiga qarab o'tiribman. Qiyin har bir kirib chiqqanda singlimni o'ligi mana shu yerdan ko'tarilgan, qoniga botib shu yerda yotgan. Bu qiz yonida bo'lgan, u qiz ko'chada bo'lgan, bu qiz ajratamadi, ko'p harakatlarga ajrata olmagan, dadasini qo'lida. Sizlarga kelamiz, hop. Nomeringizni olib qolamizda, har doim xabar olib turamiz, hop. Ismingiz nima? İsmi ne kızım?
mobilni xo'p. Biz har doim kelib turamiz, xo'p. Hozir nomeringizni olib qolamiz, xo'p. Charchamang, rahmat. Rahmat. Obadi. Barakasini berib, yuzlarga kirib yuring. Nima yig'layapsiz? Selam. Yaxshimisiz? İsminiz nima? Mubina. Mubina xon. Keling. Rahmat. Mana sizga beraman, mana bu yerda. Mana. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ko'p bo'la bo'lsin avohatda. Alloh akbar. Здравствуйте! Ой! Так, давай проходите-ка, проходите, я хочу что-нибудь сказать. Кто ваши спонсоры? Мы хорошие люди. Это с детства Ермида, с детства инвалид, 63 года. 7 лет уже я шейка бедра сломалась, ходунком, вот соседка смотрит. Дай Бог вам здоровья, ребята! Кто это выделил, кто привез, дай Бог благополучия, личной жизни, здоровья. Нашему президенту тоже нас немножко, не забывает таких людей. Дай Бог вам здоровья, мирное небо, благополучие на долгие годы. И, во-первых, президенту Мирзиёеву Шавкату Мирамоновичу, дай Бог ему здоровья на таком трудной работе. Мы ему желаем здоровья и дальнейших успехов. Дай Бог вам здоровья, сынок. Assalomu alaykum. Mana bu sizga. İsimlaringiz nima? Meni ismim Mubina xon. Ha? İbrahim. Sizniki? Shahina? Bu insult anaqasi bo'lgan vafot yana. Shunga men hozir mana 2 yildan beri ikkinchiga qarab ketyapti insult anaqasi. Oyoqqa turgan-ku hali asorati bor-da. Shuni davolatmoqchi edim. Shunga bizga mablag' yordam bera olasizlarmi deb so'rayotganimda. Qancha ketar ekan? Hozir men bu yoqda jon doktorlarga o'tkazib ana qildim, lekin bu yerda davosini topolmayapman-da. O'zim vodiylikman-da, Namanganlikman. Bu yoqda asalari bo'yicha davolash anaqasi bo'libdi-da. Yo'da endi meni qarindoshlarim hamma har savol qilib yotkazishga yordam bermoqchi. Shunga shu tarafdan ham yordam bera olasizlarmi deyapman-da. Yo, o'sha qanaqa ekan? Qancha ketar? 8 million ketar ekanda. Lichinalariga mana 4 ta lichina olar ekanda, institutda anaqasini gaplashdim. Biz hozir qarang, agar xo'p siz o'z roziligingiz bilan nomeringizni qoldiramiz, odamlar orqali chiqadi. O'zimiz ham keyin xabar olamiz. Qancha millionni so'raymiz sizdan. Agar rozi bo'lsangiz, nomeringizni qoldiramiz.